Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Zikring Nur ikkinchi versiyasini obzorini qilib beraman. Universalni ochamiz, ya'ni qora bilan tillar aralashgan. Ochilishi ham juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin. Ochgandan keyin sizlarda maxsus tili chiqadi va tasbeh o'zi. Ichidan tashqari zarar kabellari chiqadi va buni ichini ochadigan bo'lsangiz sizlarda ishlatish uchun qo'llanma va garantiya qog'ozi chiqadi. Xo'p, tasbeh o'ziga keladigan bo'lsak, eng zo'r tarafi ekran juda ham katta ko'rishingiz mumkin va displeyi juda ham yorug' bo'ladi. Yosh kattalar uchun ham juda ham ideal tanlov. Qurilmani qo'shish uchun xuddi joy bosamiz va Bluetooth orqali qidiruv berib qo'shib olamiz. Ko'rishingiz mumkin bu yerda uzunlar ro'yxat chiqadi va sizlar Zikring ushlab turib bosib tursanglar kodi chiqadi. Shu kod orqali ulaysizlar. Xo'p, men qurilma ulab bo'lganman, shuning uchun bu yerdan tushuntirishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda sizlarga tasbehlarni aytsanglar, bu yerda ham ko'rinib turadi, ko'rishingiz mumkin. Ekran juda ham katta tasbehi va bu yerda maxsus tasbehlar bor va eng yaxshi tarafi buni hozir yangi funksiya qo'shilgan, ya'ni qadamlar va kaloriyani o'lchab turadi. Necha qadam yurgansiz va qancha kaloriya ishlatganinglarni. Va ekran aylantiruvchi funksiyasi bor. Bu oldin yo'q edi, hozir qo'shilgan bu funksiya ham. Keyin uzunni topish funksiyasi bor. Vibratsiya orqali uzunni bemalol topsanglar bo'ladi. Va yana bitta yaxshi funksiyasi bor, tasbeh eslatadigan funksiyasi bor. Buni yoqib qo'ygan bo'lsangiz, sizlarga doimiy zikrlarni eslatib boradi tasbeh. Xo'p, undan tashqari mana bu joyni tushuntiramiz. Maxsus tasbeh degan joy bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Duolar ro'yxati bor. Shu yerdan bemalol tanlab, shu duo bo'yicha nechta aytmoqchisiz, misol uchun 20 ta aytmoqchisiz shu duodan. Bossanglar 20 ta aytish boshlashinglar bilan tasbeh o'zi hisoblab boradi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda belgi chiqadi va sizlar bitta vazifani bajargan bo'lasizlar. Va yaxshi taraf tasbeh ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sizlarni qancha aytganinglarni hisoblab boradi. Oylik, yillik. Bundan tashqari, agar bu tasbeh kimdir hadya qilmoqchi bo'lsanglar, albatta mana shu funksiyani kirib, yechib qo'yishingiz kerak. Kod teriladi va yechiladi. Agar bu siz hadya qilgan bo'lsanglar, boshqa odam bu tasbehga ulana olmaydi. Shuning uchun ham bu joyni yaxshi o'rganib olinglar. Zikring Nur uzuklarini xarid qilish uchun bizning hamkorlar bilan albatta bog'laning. Bunaqangi obzorlarni o'tkazib olmaslik uchun iQBL Center Lejaga obuna bo'ling.